aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari, aktual kanali sizlarga yana bir video tayyorlab bermoqda. Azizlar, bugun xudo xolasa yana bir qaysi xonadonimizga Akfa aliment eshik-romlarimizni o'rnatdik. Ko'rishingiz mumkin. Teraskamiz azizlar. Akfa aliment Zolotoy dub svitidagi bir qavat oynasi bilan oq oynasi bilan qo'yib berganmiz. Xo'sh, balandligi 220 ga, eni 2 metr bo'lgan teraskamiz. Tabaqali standart o'rtasida eshik tushirib berganmiz. 120 ga 2 metrlik tepa qismida ko'rsa va ikki yonboshdan selik oynali ko'rsatib bergan va past qismiga o'zini Zolotoy dub alikafonlarni qo'yib berganmiz. 1 kvadrat azizlar, eshik joylari отдельно 900 ming so'mdan, deraza joylari отдельно 800 ming so'mdan hisoblanadi. Chunki deganda eshigimizga material ko'p ketgan va pul kalitiga xarajat qo'shilgani uchun eshik joylari 100 ming so'm kvadrat qimmat yuradi. Bularni hammasini xotir mana penalarigacha qo'yib berganmiz. Azizlar, mustahkam qilib. Zamonlarimiz ham rolikli zamonlardan qo'llanilgan. Yengilgina, bemalol ochib yopishlari, ochmoshlari azizlar 4 tadan qo'yib berganmiz. Bir qavat oynasi bilan tashqari tomonimiz oq oyna. Kvadratini aytib o'tdim. Eshik joylari 900 dan, deraza joylari 800 ming so'm. Va yonboshimizda hammomga bir tabaqali standart eshigimiz 70 ga 1.90 razmerdagi eshigimiz. Bular ham xuddi shunday 1 kvadrat azizlar 900 ming so'mdan yasalyapti. Oq gulli oynalardan qo'yib berganmiz. Bemalol oddiy kichkina eshiklarimizga maqbullardan ketlarni qo'yib berganmiz. Gulli oynasi bilan ko'rinmasligi uchun chiroyli qilib hammalarni lirovkalarini qilib o'rnatib berganmiz. Davom etamiz. Bu bir plodok uyimiz oldin ko'rinishi va deraza aliment Akfa 5 ko'z fasonda yasalgan standart 1.60 razmerdagi aliment derazamiz. Oynalari ikki qavat paket oynalarda bo'lgan. Ikki tomonlama ham oq oynalardan qo'llanilgan. Deraza qishlari azizlar chista qilib artilgan, dorlar solingan va germetikalari hamma joyga surilib, ekologiya terlamaslik kafolati bilan qo'yib berganmiz. Hammasini o'zimiz o'z qo'llarimizdan chiqadi. Shuning uchun ham bemalol kafolat bera olamiz. Balandligi 1.60, eniga 1.40 razmerda 5 ko'z fasondagi derazamiz. 1 metr kvadratga bir qavat oynasi bilan 800 ming so'mdan, ikki qavat oynasi bilan 900 ming so'mdan chiqadi. Agar ob'yemlarga bo'layotgan bo'lsa, yana kelishtirib qilib beramiz. Bizdan ko'rishingiz mumkin, sifati hammasi mashina qilib o'rnatilgan. Denalarni mana shu chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Davom etamiz va yana bitta xuddi shunday boya ko'rib turganimizdek 2 ga 220 eshigimiz. Uyimiz old tomonida bu ham xuddi shunday migrobkalarni qilib joylashtirib berganmiz. Va keyingisida oxirgi 220 ga 1.40 eshigimiz. Bu joyimiz sal ensizroq va bir tomonidan qo'lcha tushirilgan. Agarda boyatganda ikki tomonlama ham bo'lgan, inroq bo'lganda xuddi shunday yana bu tomondan ham qo'lcha tushadi. Bugungi ustanovkamiz xudo xolasa o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Zakazlar bo'lsa kanalimizga uzoqlashmagan holda obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilarimizga yana ham kelishtirgan hollarda yasab beramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Bu galgi ustanovkamiz ham o'zimiz tumaniga bo'ldi. Xudo xolasa keyingi ustanovkamiz Samarqand viloyati va Samarqand shahrining o'ziga bo'ladi. Akfa Plus Sheffield romlari ustanovka qilinadi. Zakazlar bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqa chiqingizlar. Imo, Telegram, WhatsApp bor. Internet orqali bemalol razmerlar bo'ladimi, savollar bo'ladimi, aloqa qilsangiz yo bo'lsa videomiz kommentiga yozsangiz ham kelishtirib yasab beramiz. Kimda qanday savollar bo'layotgan bo'lsa, bemalol aloqa chiqingizlar. Kelishilgan hollarda narxlarni chiqarib beramiz. Dastavkalarimiz Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Navoiy viloyatlariga dastavkalarimiz yo'lga qo'yilgan. Aloqa qilingizlar akalar. Xohlasangiz Zolotoy dub, xohlasangiz antrasit, xohlasangiz oqsivit. Har xil variantlarda bor. Narxlarni batafsil tushuntirib boramiz. Obunachilarimizga azizlar отдельно yana ham bonuslar, skidkalar bor. Bittadan like bosib, qo'yasiz deb umid qilamiz akalar. Shu bilan bugungi ustanovkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga sog'lik, salomatlik, sog' bo'lasizlar.